Assalomu alaykum hammaga. Kimga 30 ming dollardan yer kerak? Maksimal shu videoni tez jo'natib qo'yinglar. 8 sotu plus 2 sotu zaxvatiga ham ega, tupik ko'chada joylashgan, juda ham zo'r. Mahallani qaranglar. Lokatsiyalarni oxirida aytib o'tamiz. Bog'cha, maktab, masjid, barcha narsasi bor ekan. Uy quruvchi akalarimga ham juda ham zo'r variant bo'lyapti. Katta yo'l yuzigacha taxminan 700-800 metr atrofida bo'lyapti. Asosiy eshikdan kirganimizda ko'rishlar mumkin. Yashil hudud. Kattagina qilingan. Videoni o'tkazib olishdan oldin laykingizni bosib qo'ying. Hozir ichkarilarni ko'rsatib o'tamiz. Siz ko'rganingizdan ham, tasavvur qilganingizdan ham juda ham zo'r xonadonimizda bo'lyapti. 3 ta xona plus oshxona va 2 ta yuvinish xonasidan tashkil topadi va binomizning orqa tarafida mol-hol o'zlari boqar ekanlar, qo'ychilik bilan baraka olib keladi o'zbeklarimizga yoki bilasizlar-ku, qo'y. Aynan sizga ham agar yashaymansiz, shu xonadonimiz menimcha sizga mos keladi. 8 sotu plus 2 sotu, sotigina 30 ming dollardan deyishyapti. Ya'ni kelishiladigan joy bor ekan. Lokatsiyasiga keladigan bo'lsak, Toshkent shahar Sergeli tumani Qumarov mahallasidan bo'lyapti. Orientir masjidimizning shuni orqa tarafidagi ko'chada bo'lyapti, tupik ko'chada. Ko'chalarimiz ham juda ham zo'r kommunikatsiyalari bor, mahallamiz ham juda ham fayzli ekan. Xonadonimizdan o'zidan ham fayzimiz juda ham zo'r ko'rinib turibdi. Xonadonimizning egalarini pastda qoldiramiz, nomerini bemalol telefonlashib, savdolashib, lekin juda ham zo'r variant ekan. Yana savdolashadigan joylari bor ekan xonadonimizda. Bemalol telefonlashinglar, savdolashinglar, shu ko'rgan xonadoninglarni xarid qilishga shoshilinglar. Bizning kanal kuzatishda davom etinglar. Hammalarga yaxshi kayfiyat tilab qolamiz. Kanalimizga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Videolarimizga like bosib, eng yaqin tanishlarga shu videoni jo'natib qo'yinglar.